Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Hürmetli qarindoshlar, bugün Allah Taala'nın El-Alim degan ismini o'rganamiz. El-Alim Allah Taala'nın güzel isimlerinden biri. Bu onun hamma narsani, şeylerinin aşkara ve yoshurun hamma taraflarini, o'tmish, hozir ve kelajakka ait ishlarning hammasini to'liq ve mukammal biladiganligini ifodalaydi. Qur'on Karimda Al-Alim degan so'z 157 o'rinda kelgan. Innaka antal alimul hakim ve huval alimul qadir deganga o'xshash. Uning yana bu ma'noni ifodalaydigan so'zlardan yuzlarchasi kelgan. Allah Taala bandalardan ularning barliq ishlarida, gap so'zlarida, e'tiqodida, tafakkurida o'zlarini Allah Taala'nın bilib turadiganligiga ishongan holda ish ko'rishni talab qildi. Chunki bandalarning Allah Taalaga bo'lgan iymoni va uningga bog'lanishi koinotdagi hamma narsani qo'rshigan shu ulug' ismga shaksiz ishonishi bilan to'g'ri yo'nalishga kirgan bo'ladi. Allah Taala hammani biladi. Hammamiz Allah hammani biladi degan haqiqatga ishonamiz. Ammo hamma degan so'z ustida ko'pinchamiz tafakkur qilib o'tirmaymiz. Agar biz mushu so'z haqida bir qancha minut tafakkur qiladigan bo'lsak, albatta hayronlikka tushamiz. Chunki Allah hammani biladi degan so'zning ma'nosi intayin cho'ng. Doirasi nihoyat keng. Masalan, birer odamning ismini misol qilaylik. U ism mayli Abduqodir Domollam bo'lsin. Allah Taala Abduqodir Domollam deb atiladigan bir bandasining 1862-yili Otishda tug'ilganligidan boshlab, uning Qashqarda, ondan Buxoroda ilm tahsil qilganligi, jaholat pirilariga qarshi keskin kurash qilganligi, oxiri bir xoinning qo'li bilan shahid bo'lganligiga qadar barliq hayot musofasini, bütün hayatı ichida qancha million qatim nafas elib beradiganligi, quliqiga necha million so'zning kiradiganligi, ig'zidan necha million so'zning chiqadiganligi, qancha million qadam yo'l mangadiganligi, qancha qatim og'rib, qancha qatim saqiydiganligi, kim bilan turmush quradiganligi, qancha farzandi bo'ldiganligi, qancha ming qatim xo'shal bo'lib, qancha ming qatim g'amkin bo'ldiganligi qatorliq beshidan o'tkazadigan hamma ishni otamiz Odam alayhissalomning yaratilishidan burungi tuproq holatidagi vaqtida oldin bilatdi. Ya'ni Alloh taolo bütün bandalarining ishlarini ularni yaratishdan burun bilatdi. Allah Taala Abduqodir Domollamni yipidan yingnisigacha tafsili ve aniq bilgandek hamma bandalarini ve koinotdagi hamma narsani, bütün şeylarni ashundoq tafsili ve aniq biladi. Chunki o hammani bilguchi yegona zotdir. Allah Taola'nın bilishi konkretdir. Büyük baraqsan o'rmonlikqa kirganingizda daraxtlardan to'kilgan ve to'kilayotgan yaproqlarning haddi hisobsiz ekanligini ko'rasiz. Milyonlarca yaprak tükülüp durdu. İnsanların ularını sanap buluşu mümkün emas. Ama Allah Taala tükülgen yapraklarının sanını elip durdu ve her birini iniq bilidi. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Tükülgen yupurmaktan Allah bilmeydiğin birimi yok. Said ibn Musayyab radıyallahu anhu mundaq degan. Birov kechida o'rmonlikda turadi, qattiq bo'ron chiqib ketdi va o'rmonlikdagi dal daraxtlarning yaproqlari to'kilishga boshladi. Shu vaqtning o'zida heliqi odam o'z ichida tushayotgan mushu yaproqlarni Alloh taolo bilib bo'larmi deb o'yladi-da, yiroq chetdan ala ya'lamu man xalaq va huval latiful xabir. Yaratgan zot o'zining yaratgan narsalarini bilmemde o şeylerinin nazik taraflarını bilgüçüdür. Hemmetin tuluk haberdardır
degan ovoz keldi. Odam darhol hushini yig'di va munu oyatni takror o'qishga boshladi. Ve indehu mafatihul gayb la ya'lamuha illa hu ve ya'lemu ma fil barri vel bahri ve ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ve la habbatin fi zulumatil ardi ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mubin. G'aybning ochqishlari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Alloh biladi. Alloh quruqlikdagi, dengizdagi narsalarning hammasini biladi. Tökülgen yupurmaktan Allah bilmeydiğen birimi yok. Meyli karangu yer astidagi birer tal uruk bolsun, meyli höl yoki quruq narsalar bolsun, hammasi lavhul mahfuzda aniq yozilgandir. Allah'ın bilişi mükemmeldir. Bir ulama o'quvchilardan biriga ta'lim berib mundaq degan ekan. O'g'lim, ava ketib borgan avtomobilniki odamning kimligini bilamsan? Albatta bilmaysan. Chunki sen uni tonimaysan. Ammo Alloh taolo u odamni taniydi. Uning ismini, jismini, qachon tug'ilganligini, qachon o'ladiganligini, nima ish qildiganligini, ota-onasini, oilasini, farzandlarini to'liq biladi. Yana u odamning nimani yoqtiradigan va nimani yomon ko'radiganligini biladi. Şu anda onun nimalarni o'ylayotganligini, qursiqi ochmi yoki to'qmi, yana hamma ahvolini to'liq biladi. Alloh taologa uning hech qanday ishi maxfiy qolmaydi. To'g'ri, Alloh taolo har bir narsani va har bir ishni eng kichik va eng inchga tafsilotlarga qadar to'liq biladi. Unutmangki, siz ibadet kılıvatkan Rabbiniz dilinizdeki sırlarını, hatta o'ylaganlaringizni aniq biladigan, sizni davomli kuzatib turadigan zot. Ahvol bunday ekan, o'zingizning Alloh taolaning kuzatishi ostida ekanligingizni qat'iy esdan chiqarmasligingiz lozim. Uning sizni bilib turadiganligiga bo'lgan iymoningiz sizni uningga yaqinlashtiradi ve sizni duaga ündeydi. Dua bolsa en yukarı mertebelik ibadet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadettir deb ko'rsatgan. Siz her qatim dua qilganingizda sizni ahvolingizni, hojatingizni, dardingizni to'liq ve tafsili biladigan zotga yalvurgan bo'lasiz. Bu yalvuruş ibadetning jini ve onun en obrazlı ifadesidir. Çünkü dua en samimi ve en ihlaslı ibadet. Allah Teala unutulup ketkenlerini unutmaydı. Bir alim İbn Kesir'nin El-Bidaya ve Nihaya namlı tarih eserini okugandan kinki özünün hayranlığını bayan kılıp bundaq deydi. Allame İbn Kesir yazgan tarihte ötken kavimlerinin keçirmişleri, bazı ahvalları, iş izleri ve akıbetleri bayan kılıngan. Ben mezkur eserden bir bab okup bulup toxtadım ve tefekkurga çöküp kettim. Şu kavimlerini ulardan başka dünya yaratılgandan tatip hazırga kadar ötken bütün milletlerini ve ulardan her bir şahsının ismini, ata-anasını, tug'ilgan ve ölgen kunlarini, chiroy shaklini, mijoz xulqini, o'tkazgan baxtlik ve baxtsiz chog'larini, oila ahvolini, beshidan o'tkazgan qiyinchiliklarini, ko'rgan huzur halovatlarini, saqliq, kasallik kunlarini, keyincha qandoq bo'lganligini Alloh taolaning aniq ve tafsili biladiganligi, hatta biz tiriklarni bilgandek biladiganligi haqida o'ylanib qattiq silkindim, tinim shurgandi. Shaharlarni fath qilish, vatanini qo'g'dash yoki Allohning dinini ustunligi ega qilish yo'lida o'lgan haddi hisobsiz askar, qo'mondan, fidoi qatorliqlarning sonini garchi hech kim bilib bo'lolmasa-mu, Alloh taolo tafsili ve aniq biladi ve her birinin ismini, bütün tarixini, shundaqla qandoq o'lganligini biladi. Demak,
tarixchilar qayd qilishdan ojiz kelgan kichik tafsilotlarni Alloh taolo to'liq va mukammal biladi. Tilka min anba'il g'oybi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wa la qawmuka min qabl hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Ey payg'ambar, ana shu qissa biz sana vahiy qilib berayotgan g'ayb xabarlardandir. Sen ve senin kavmin bunundan ilgiri onu bilmeydinler. Şuna sen kavminin əziyyətlərə səbir qılğın, şübhəsiz ki, yaxşı aqibət təqvadarlarga mənsubdur, deydi Allah Teala. Allah Teala'nın bilişi çəksizdir. İnsanların biliş dairesi çəklik bolğanlıqdan, ular qançalik köp nərsələrini və işlərini bilib kəssin, qançalik köp oxuğan bolsun, bər bir ilimnin çekiga yetəlməydi. Amma Allah Teala'nın bilişi ve onun biliş dairesi çeksiz ve hadsiz bolğanlık için onun bilmeydiğini yok. Ve huve bi kulli şeyin alim. Allah her narsanın bilgücüdür. Diyen ayet bunu ispatlaydı. Şuna o tarih yüzüdün ötürülüp ketken, insaniyet terbinden unutulup ketken, iş izleri bütünley ötürülüp ketken, xuddi dünyaya kelip bakmagandak bulup ketken insanlarını, ulanın isimlerini, ötmüşlerini, akıbetlerini enik ve tefsili bildi. Adem aleyhisselamdan Nuh aleyhisselamның zamanıgacha kelgan insanlarını, tufan balasida g'arq bo'lganlarni, Nuh aleyhisselamның kemisida qutulib qolganlarni, qum barxanlari ostida qolgan Eram shahrini, ilahi jazo bilan butunlay halok qilingan Ad ve Samud qavmlarini, shundaqla ularning yurt makonlarini faqatla Alloh taolo biladi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ularning qissalarini aytib bermagan bo'lsa edi, biz ularning xabarlaridan hech narsani bilmagan bo'lardik. Bütün dünya bilmagan bo'lardi. Allah Teala'nın cheksiz ilmiga chin ko'nglingizdan jazm qilgan vaqtingizda siz ta'riflab bo'lg'usiz huzurga to'lasiz ve bir bütün xotirjamlik ichida bo'lasiz. İçiniz rahatlanib qoladi. O sizin barcha hacetinizni, derdinizni ve taleplerinizni sizden obdarak bilgenlik için onun dua kılgınınızda tileklerinizni bir-birlep eytişqa, dertlerinizni tefsili arz hal qilishqa hiç hacet yok. Hacetinizin bo'lmaydi. Faqatla ey Rabbim beşimga kelganini ko'tarib etgin, tileklerimni bergin deyishiniz kifoya. Çünkü sizning dertlerinizni hiç kim onundak bilmeydi. Tileklerinizni ravo qilish yo'llarini hech kim uningdek ko'rsatib berolmaydi va echib berolmaydi. Shunga u ilmi bilan hammani qo'rshab turadigan zot.